حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحى والقلب يسير به فرحا حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. Из армии Каканского хана не захотела капитулировать и продолжила свой бесконечный газоват под зелеными знаменами. Сами себя басмачи называли армией ислама. Черный шакал, желтый шакал, все равно шакал. Вперед, джигиты! Ну, ты видишь? Ikkinchidan, tarix kitoblariga aralashgan botilni yo'q qilishga uchun o'rganamiz bu qissalarda. Ya'ni tarix shunaqa narsa ekanki, har bitta davr, har bitta bir tuzum kelgan paytda o'zini siyosatiga to'g'ri kelgan qilib tarixda gapirib beravergan ekan. Bir davlat bo'ldi, o'zimizni ota-bobolarimiz yurtiga bostirib kelgan bosqinchilarni, g'ayridinlarni haydab chiqarishga kurashganlarni bosmachi dedi birodarlar. Vaholanki vatanini himoya qilishga chiqqan haqiqiy bir o'g'il bolalar emasmidi o'shalar? O'shpata chappecha olishani o'rganmiz, bosmachi ekan o'shalar deb. Subhanalloh, o'ylab ko'rmagan ekanmiz. Ha, u o'zini yurti bo'lsa, nariga bostirib kelgan bo'lsa, bu himoya qilayotganda bosqinchi bumi. Lekin inson qo'li bilan yozgan tarix xolasa xolamasa orasiga botil aralashib qolishiga ehtimoldan xolimas ekan. Lekin bu qissalarda afzalligi Alloh azza va jalla Qur'onda bayon qilyapti. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Alloh taolo aytadi, biz bu Qur'onni o'zimiz nozil qildik va himoya qilib berishga ham o'zimizning zimmamizga deydi. Demak, bu yerda qanday qissa kelgan bo'lsa, shunday sodir bo'lgan. 100% toza birodarlar. Hech qanaqa davrga, hech qanaqa siyosatga, hech qanaqa bir odamlarning ra'yiga qarab yozilgan emas.